Bugün biz Public Light PC olish haqida gaplashamiz. PC'da hozir ko'pchilikda muammo bo'lyapti. PC olib bo'lmayapti, endi deyishyapti. O'shani bugun yechimini topdik. O'zi avvaldan bitta programma bor edi. Shuni biz video qilib chiqardik. Hozir Lightga kirmoqda. Uncha internet ham ishlamabdi. Kanalda ochdim. Agar Telegram kanal ham ochsam, adishkada bo'lib Telegramga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Bunga like va podpiska. Mana qaranglar. Mana missiyaga kiramiz. Mana boya bajarilgan menda. Watch the video to earn rewards go turibdi. Mana go'ni bosamiz. Mana unable to watch the video please try later debdi. Ona chiqib ketamiz. PUBG'ni surib olamiz bunday qilib. Keyin Play Martga kiramizda. 3x VPN yozamiz. Mana 3x VPN kiramiz. Mana o'rnatganman. Men endi kiraman. Sizlar o'rnatib kirasizlar ichiga. Kirganlaringda nimadir ham chiqadi. Continue'ni bosib yuborasizlar. Keyin o'zi kalcha bo'lib ochiladi. Mana tap to connect bo'ladi. Bosasizlar. Boshqa hech joyga teginmanglar. Faqat shuni bosinglar. Keyin mana foizi to'ladi. Mana 100 bo'lib turadi. Keyin kiradi. Shunday mana chiqdi. Class bosamiz. 1 hour degan. Shuni bosamiz. Bosdik. Koit. Google ochildi. Reklama chiqib ketamiz bundan endi. Chiqqanimizdan keyin PUBG'ga kiramiz. PUBG'ga kiramiz. PUBG'ga. PUBG'ga kiramiz. PUBG'da biz PUBG'ni boya narsani ko'ramiz. Boya havoga ko'rsatganimda bo'lmadi. Ana endi hozir kalcha ochildi mana. Tepada. PUBG tezroq kirsa yaxshi bo'lardi. Buni o'chirib tashlaymiz. Bo'lmagan narsa. Hazillashamiz. Qorobada chaqiramiz deyman PUBG'ni. PUBG deb. Mana nihoyat kirdi. Bo'laman montaj qilmaganman, shuning uchun uzoqqa cho'zilib ketyapti. Agar montaj qilsam, taxminan 4 minut, 3 minutlarga borardi. Mana qaranglar. Yana biz missiya degan joyga kiramiz. Mana missiya kiramiz yoqqa. Keyin mana go turibdi mana yerda. Mana go. Shu go'da bosamiz mana.
ana endi video ko'rildi, mana ko'rib turibsizlar. Mana tepada sekund 30 sekund beradi. Mana shu tugagandan keyin review nimadir chiqadi. Ana shunda ikkita bo'lsalaring keyin yoziladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Agar vaqtliroq ikkita bosib olsalaring BC nimasi bermay qolishi mumkin. Ololmay qolishlari mumkin. Mana chiqdi reward granit chiqdi. Mana ikkita bosamiz bu yerdan. Bo'ldi, o'zi chiqib ketdi. Mana aytibdi gmailingizga sovg'a keldi debdi. Mana collect turibdi. Mana 3 marta video ko'rasiz shunaqa qilib. Collect turibdi. Mana collect bosamiz collect. 5 BC berdi, mana o'rtoqlar 5 BC bor. Keyin mana yerga kirib elektron farizga kirib collect bosasiz. Mana menga kiyim berdi. Vaqtinchalikka to'g'ri, vaqtinchalikka ko'p kiyim beradi. Mana bo'ladi bu kiyim vaqtinchalikka. Yana bir joydan BC olsangiz bo'ladi. Mana bu joydan BC ham olsangiz bo'ladi. Shuga kiramiz va mana yerda bossangiz, men hozir 3 ta video ko'rib bo'ldim. Mana shu yerda bossangiz ham video beradi. Video ko'rsatadi. Yana bir usuli bor. Mana yerdan ham olsangiz bo'ladi. Mana videocha turibdi-yu. Mana shu yerda bossangiz ham bo'ladi. Agar yoqqan bo'lsa videoyimga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa Telegramda ham kanal ochsam, obuna bo'lib qo'yishlaring eslaringdan chiqmasin. Yaxshi qolinglar. Hammaga xayr. Salomat bo'linglar.